Samarqandga 4 tasi ketyapti, ya'ni dastavka xizmatimiz. Qolgani hammasi Toshkentga. Ikkitasi Ohangaron, ikkitasi Angrenda qoladi. Qolgani hammasi Toshkent shahar ichiga chiqib ketadi. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi obunachi bo'lmasdan turib kuzatayotganlar obuna bo'lib qo'yinglar kanalimizga. Bir donadan like bosib kanalimizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Bu nima deydigan odamlar uchun bu radiator pechka bo'ladi. Xonangizni chotki holatda isitib beradi. Parovoy отоплениyaning bir turi individualniy qilib qo'yilgan. Xohlagan xonangizga olib chiqib ishlatsangiz bo'ladi. Ustiga bemalol kiyimlarni qo'yib quritsa ham bo'ladi. Qulaylik taraflari juda ham ko'p. Ekonomik holatda ishlaydi. Tok rasxodi kuniga mana bu 5 ga 4 xonani isitadigani 15 ming so'm rasxod qiladi bir kunda. 4 ga 4 xonani isitadigani 12 ming so'm rasxod qiladi. Katta hajmdagi 2 metrgacha ham bor bizda. Katta xonalar uchun 1.60, 1.80 hammasi bor. Dushlar uchun kichkinalari ham bo'ladi. Xudo xolasa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa chotki holatda yetkazib beramiz. 1.40liklari 1.700.000 so'mdan. 1.20liklari 1.500.000 so'mdan. Dastavka xizmatlari kelishilgan holda bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Gapi sog' bo'lasizlar. Like bosishingizdan chiqmasin.